bilan men BDV 865 kanalimga yangi video qo'yapman do'stlar. Bugun biz buni bir kelin kuyovga to'y o'tkazamiz do'stlar. Kelinning ismini aytmayman, kuyovning ismini aytmayman, chunki qizlar kuyovni sevib qolishi mumkin. Kuyovni qizlar sevib qolishi mumkin do'stlar. Kelinni o'g'il bola sevib qolishi mumkin do'stlar. Mana biz cho'tki qilib palatkalar qo'yganmiz. Ertaga to'y. 3-avgust kuni mana do'stlar. Bu konsert joyi, konsert aytadi. Mana bu yerda qo'yog'iga o'xshab qo'shiq aytadi. Naryoqda bo'lsa kelin kuyov o'tiradi do'stlar. Bizning zonamizga kiring. Mening serverimga kiring va shu yerda mehmon bo'lib keting do'stlar. Qo'yog'iga o'xshamay mazza qilib yeb ichib ketasiz. Do'stlar, qanday qo'shiq deyiladi? Bayramga qanday qo'shiq qo'yiladi desangiz, Lamine Yamalning qo'shig'i Inke fue Tresitena qo'yiladi do'stlar. Do'stlar, o'xshaganmi, o'xshamaganmi? O'xshagan deganlar like bo'lsa, o'xshamagan deganlar obuna bo'ladi do'stlar. Dahshat chiqqani obuna bo'linglar do'stlar. Like ham bosinglar, obuna ham bo'linglar. Qo'ying. Ana qurishim kerak. Kelin kuyov uchun zo'r skinlarni ko'rsatamiz. Skinga kirasiz. Mana bu kuyovga-da mana shu skin kuyovga men tanlab qo'yganman. Do'stlar, mana shu ko'rgan mana qo'yog'ini tanlamanglar. Nordin boy degan deb. Nordin boy mana do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan BDV 865 bo'ldim. Agar to'yga kelolmasangiz men videoga olaman, YouTube'ga qo'yaman.